qaysilari o'tiribdi aytdi. Men hozir qanaqa sharoitda o'tirganimni ular juda yaxshi biladi. Hatto u uyda ayam ham sig'indida, u enam uyi. U yerda amakam, ikkita kelini, bolalari, biz bilan 18 ta odam yashaydi. Umuman sig'ishimizning iloji yo'q. Shuning uchun bularning nomida uy bor. Shu uydan bizga farzandlarim bilan menga nima deydi? Tegishli qismini ajrat berishingizni so'rab keldim. Meni boshqa naqam yo'q. Mana shu ochiq sud mana. Qani siz nima deb fikr bildirasiz? Kimisiga chora ko'raymi hozir bedor? Kimisiga? Bo'lmasa uyini bo'shatib beraman uchta bolaga sen. O'tgari shunga harakat ham qildik, uyini ikkiga bo'lib. Savolimga javob bering deyapman. Kim haq, kim nohaq? Men ikkilanib qoldim hozir. Endi 3 ta bola bilan baribir ayolga qiyin bo'lyapti-da. Ayolga qiyin bo'lyapti. Значит, ayol haq. Uy joy qilib berish muammosi turibdi-da. Qani polvon, sen yana ketchi mikrofonga? Turishlaring boshqacha deb sen bitta narsaga quloq sol. Sendan bo'lganmi 3 ta bola? Ha? Bo'pti, xotining yoqmay qolibdi, boshqa bolalarni o'ylamaysanmi sen? Qayerga boradi ular? Qayerdan kiyinadi, qayerdan yeydi, qayerdan ichadi, qayerda boshpana bo'ladi? Kim o'qidi shariy nikohni? Yana aytib hozir 1 soatda gapirasan, gap kirsan. Ama Sodiq aka mahallamizda. Kim? Qani mahalla, qaysi mahallada? Kim o Mama Sodiq aka? Rais. Keling, rais. Assalomu alaykum. Kim o Mama Sodiq aka? Mahallamizda imomi. Nima ish qiladi? Ishga berdi. Nima u? Bitta mahallaning imomi. Mustahkam ko'chari imomi. Nimani? Mustahkam ko'chamizning imomi. Asaka. Assalomu alaykum So'qushoba. Achal milsanga ayt hozir jo'nasin tag'in Tuvadagi mahallada Mama Sodiqga azab kelsin menga. Sen qayerga tomosha qilib yursan sen? Bilasan ekan. Men 2 oydan beri rastlik qilyapman. Ha, bu 2 oy, qutuldi bu. Qutuldi bu. Ha, yana bitta gap, buning o'zini nomida uy turibdi-yu. Ha, o'zini nomidami? O'zini nomida uy bor. Aytayapman-ku, zaksimiz davomida olingan u uy. 9,5 sotik uyimiz bor. Men qanaqa sud orqali xotinda mol mulki bo'linadi-ku. Shuni sudga taqdim etmoqchi bo'lganimda kadastr boshqa odam nomida chiqyapti. Agar xotinning nikoh davridagi mulk bo'ladigan bo'lsa, agar faqat yer uchastka bo'lsa ham bo'lib beramiz. Ikkalariga berilgan narsa. Hozir studiyalarımızdan bittasi chiqadi, gaplashib, bu masalaga yechim topib beramiz. Agar boshpana bo'lmasa, qolganlar ham 1,5 shunday bo'lsa eshitib olsin. Kelindi kvartiraga chiqarasizlar, eng qimmat kvartiraga pulini ijara shartnomani olib keladi, sudimiz indirib beradi. Bir to'lab ko'rsin, oymoy. Alimentdan tashqari. Men nima uchun manalarni olib keltirgizdim hozirgilarni tushuninglar. Qolganlarga maktab bo'lsin deyapman. Mana shu holat, agar shuni ertaga turmushga chiqadigan qizlar, ertaga uylanadigan bolalar shularni ko'rsa, o'ylanadi u. Uylayatib o'ylanadi. Erga tegatib o'ylanadi. Bunaqa bo'lar ekan-da. Bu narsani qilmasam bo'lmaydi ekan-da degan fikr bo'ladi ularda ham. Fikri yo'q hech qanaqa, hech narsa yo'q. U qiz propiskani biladimi? U qiz erni qanaqa Sadbarap aytgan, erni qanaqa qilib tutish kerak, qanaqa qilib muomala qilish kerak, qayinni, qaynataman qanaqa qilib gaplash kerak, qatdan biladi uni qiz. Kollej bitirayotgan qiz qandan biladi uni? Institut bitirayotgan qiz qandan biladi? Hech kim o'rgatmasa unga. Meni qizim deyapman, ukajon, nima harakat qilasan? Nima yordam kerak? Normal yashashing uchun nima qilib berayman senga? Hech narsa yordam kerak. Bo'lmasa yaxshi yashagin bolam, bo'ptimi? Tushundingmi? Necha kirgansan? 39 ga. Qani sen gapirish qizim? Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ikkita farzand. Yanida turay Rustam, beraqa kel. Ikkita farzandim bor. Bu yerga oilamni tiklash uchun keldim, qiynalib ketdim. Mendan o'tgan bo'lsa tavba qildim, shulardan kechirim so'rayman. Ana? Qayinni ham bormi? Qayinni ham bormi? Qani. Ya sizniki kerak, bizga asosiy gap sizda. Qanalama, yaqinroq keling mikrofon. Voy, televizorda chiqishni xohlamasdim-ku. Assalomu alaykum. Agar bir qadam yana bunaqa qilsangiz, har kun televizorda chiqaraman sizni.
uka, men bundaqa ishni o'ylamaganman. Sirayam sir. Bu qizdan ham yomonlik ko'rim. Menchi mana shu tepkilagani yomon. Mana shu meni gapimni ko'chaga chiqqani yomon olaman. Bo'ldi, Menda kechirim bir- so'radi sizdan. Kechirim so'radimi? Endi qabul qiladi endi. Tushundingizmi? Vijdonim qaynab ketyapti, hozir mashida turganim o'lim men uchun uka. Men shayga kelishim shart emas edi. Bundaqa ish bo'lmagan meni xo'jaligimda uka. Umuman Nechta? men xo'jaligimda bo'lmagan. To'xtab turing. Nechta nabirangiz bor? Xudoga shukr 5 ta. Chevara ko'rdim uka. Yo'q, Xudoga bundan, shayda bundan. turishim noto'g'ri meni. Ikkita o'g'il bor, ikkita o'g'il. Bunda ikkita o'g'il bor bundan. Men endi bari nevaram so'rayapti shekilli. Ya, manda so'rayapman Yo'q, Rustam. buniki ikkita Xudo bergan, ikkita. Ko'zingizga ko'rinmayaptimi shu bolalar? Ko'zingizga ko'rinmayaptimi shu bolalar? Voy ko'zimga ko'rmaydi uka, hech qanday yomonlik yo'q deyapman. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Men bu qizni bir ovoz aya, shu kechirimni shayda so'radi. Uyga borsa bo'larmidi uka? Shayga kelishim shartmidi meni? Umuman bega Endi men kelib. tanishib ketyapsiz endi. Yo'q, endi sizni televizorda ko'rdim, endi chinakam ko'rdim uka. Umuman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Men Mahmud Abdurahmon Andijon shaharida tug'ilganman. Hozir ikkita o'g'lim bor. Alohida uchastkaga chiqqanmiz 80 metrlikka. Alohida yashaymiz. Endi men bir oycha bo'ldi ana qolganimizga. Endi u yashamayman deyapti. Ajrimlarga o'zi beribdi. Ikkita o'g'lim bor. Men yashayman deyapman. Xotining yashamayman deyapti. U yashamayman deyapti. Ajrimlarga o'zi berdi. U berdi. Ha, ota-onam ham yashasin, bolalar yetim bo'lmasin, mana uchasi qilib olib chiqib qo'ydi, biz yomon bo'lsak qaynota. Ikkita bola yetim bo'lmasin dedi. Isming nima? Abdurahmon. Abdurahmon, bitta narsada u yashamayman deb bir oydan beri shunaqa bo'lib qolishiga sabab nima deb o'ylaysan? Sabab Damas binolarni 200 kira qilaman. U ota-onamniki u. Uni sotib olishga pul kerak bo'lib qolib, keyin chekka kadastr qilyaptik. U men yoshim yetmar ekan, kalvoz bergan paytda 93-yil berdi. Ayam nomiga qilyapti. Keyin ayam bo'p senga xatlab beraveraman, seni yoshing to'g'ri kelmagan hisoblasak dedi. Dedi keyin u mashinani ham sotib yubordi, uyni ham olib qo'yadi, biz ko'chada qo'yadi dedi. Ayam men necha yil umrim qoldi, menga uy kerak emas yer-joy. Ya mana shu bolalar uchun uy. Ajrashmay, darasini oldiga chiqdik, odam qo'ydik, mahalla komitetiga raislarga aytdik. Raislar mendan so'radi, nima qilasiz? Men yashayman, bolalarim yetim qo'ymayman dedim. U bitta gapda turibdi, yo'q yashamayman deyapti. Mendan o'tgan bo'lsa kechir dedim, bilib bilmay, dilingni ortgan bo'lsam orada bo'lib o'tadi dedi. Roshilay, qarang, gapiringlar. Nima qilib erkaklarni gunohkor qilyapsizlar? Shuhratbek Qo'shaqboy, assalomu alaykum. Avvalambor rahmat. Kecha nachalnik militsiyamiz bilan birgalikda 4 soat ayolini olib kelib shug'ullandik. Bu nima bilan, oila bilan. Haqiqatda bu yigit kechirim so'radi. Yigitni ko'ndira olmadik. Yigitmi, qizdimi? Nima qizni ko'ndira olmadik kecha. Yigitni demayman, yigitni mana turibdi. Qizni ko'ndira olmadik. Kecha ko'rishib gaplashganmiz. Kecha qo'limizdan kelmadi. Qizni bu yoqqa taklif Nima deysiz fikringiz sizni? Bolada ayb bormi yo undami? Sizning gaplaringiz to'g'ri. Oilada bu ikki tomonlama bo'lyapti. Biz hech qachon faqatgina erkaklarni aybdor qilmaganmiz. Qancha kerak chuqur kirib borganimiz sari tomonlarda ham ko'p ayb borligini o'rganyapmiz. Siz hozir juda ham to'g'ri masalalarni qo'ydingiz. Nafaqat bu xotin-qizlarning ishligini, keyin jamoatchilik agar shug'ullanadigan bo'lsak, haqiqiy aybdorni topamiz, lekin biz xotin-qizlar qo'mitasi bu sohada lokomotiv bo'lib beramiz. Boshi oila masalasida sizning fikringizda qarang endi bu bolani gapini qarang Abdurahmon, otasiga rahmat agar gaplar mana to'g'ri deb tasdiqlayapsiz. Bir, ikkinchisi onasining gaplarini ham eshityapsiz, qarang nima deyotganligini. Ko'rimga olib ketaman, sizlarga da uy deyapti, boshqa deyapti. U nimaga uni qilyapti, hunar qilyapti kelin? Kecha gaplashgan bo'lsangiz 4 soat. Nima uni garillatyapti uni? Endi u qizimiz sport kollejida buxgalter bo'lib ishlaydi. Ana. Bu yigitni Ana rahbarlar deganim to'g'ri keladimi? Bu yigitni o'rtada omad kelmay qoldi. Ozgina damasini sotib olgandan keyin pul topa olmay qoldi. Keyin bu oilada bir yaxshi odat bor ekan. Aka-ukalar topgan narsasini ota-onaga olib kelar ekan. Bu yaxshi odat u. Zo'r. Ota-onaga olib kelish kerak-da, ota-ona tirik bo'lgandan keyin, farzandi katta qilgandan keyin. Bu qiz kecha menga olib kelmadi. Onasi bersa menga beradi, bo'lmasa yo'q. Onasi bilan bundan keyingi kichik ukasi gapiradi. Buni o'zini so'zi yo'q deb endi bizga ancha shartlarni qo'ydi, lekin biz buni nazoratga oldik, lekin xulosani berganimiz. Bu endi oilaga olyapti, endi buni oila bechara endi erkak kishiga ham endi bitta narsa omad har doim bir xil bo'lavermaydi endi. Topadigan vaqti bo'ladi, topa olmay qoladigan vaqti bo'ladi. Toppasa bir tigin deganday bo'libdi. Hozir men tushungan bo'lsam, pul topmasang senga o'sha erkak emas deyapti.
endi ertaga ishlaydi bu bola ham bechara yo'lini topadi. Tem bo'li oilasini aytyapsiz, mana bunday qilib ekan deyapsiz. Ming marta rahmat, lekin uni garilatayotgan kollejda o'zidan ketayotgan bo'lsa, yarashsa ishlaversin, yarashsa shuni aytman. Yarashmasa ishlatmayman men. Endi qo'ray, endi xotin yallamiz aka endi. Yarashkin deb. Haligi men aytgan narsada bu faqat erkaklarda emas, ayollarda ham bo'lyapti. Aka Abdurahmon, sen nima qilasan endi? Uydagilarga salom aytasan. Bo'ptimi? Yaxshi ishlagin. Rahmat. Sen yana ashini fikringni turib turgin, ikkita bolang borda bolam, bo'ptimi? Xo'p, bo'ladi. Men yarashtirib yuborish chorasini ko'raman sen, bo'ptimi? Men ajrashish niyatim yo'q, o'z biroyam bo'lmadi bu ishga. Men yashayman, bolalar go'dali erta bo'lmasin deyman. Ota-onam ham shu fikrda. Mahalla komitetlarga ham chiqdi, Bunday qil, yarashtirib. hozir chiqqin tag'in, ishga bor, ishga. Hozir hey, o'tkir, bor, chiqib sen billa bor tag'in. Ashi kollejingni muhokama qilib, insof tilashgin, bo'ptimi? Abdurahmon, kelishdingmi? Tushunarli. Bor, xudo xolasa yarashtirib yuboraman men seni, bo'ptimi? Bor bolam. Endi hozir chiqarsam ularni ham ancha shunaqa to'g'ri keladi-da. Qani bularning ichidan kim chiqadi? Qani men tushundim xatoyimni degan qayinna yo qaynata yo yana boshqasi. Qani Ruxsat bersangiz, Qalandarxona mahallasidan, Guliston mahallasi Kiyo tomon, Qistomon Qalandarxona mahallasidan bular bilan 2 marta astoydil shug'ullanganmiz. Iloji bo'lmadi, majbur bugun taklif qilgan edim. Mana qizimiz Andijon davlat universitetida o'qiydi. Qaynalari ham ikkala tomonda, qiz ham shu yerda. Marhamat. Qani qizim gapir qani? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bitta narsani tushunsinlar. Yomon bo'lsang ham meni qizimsan. Shuning uchun aldamasdan to'g'ri gapir. Qani fikringni, nima tushunding qizim? Nima gap bo'lyapti? Qani gapir qani? Yo'q, men yashayman deyapman. O'qishimga shu imkoniyat yaratib bersa, O'qishingga. O'qishim uchun u eshikda o'tirganimda ham o'qishga kiraman deganimda qarshiliklar bo'lgan ancha. Keyin bu ota-onamga kelgandan keyin o'qishga kirdim, hozir o'qiyapman. Nechinchi kursda? 1-kursman. Uyda kim qarshi bo'lyapti o'qishingga u kelin bo'lib tushgan xonaning? Biz ketgandan Ha, siz bu qaynami? Keling qaynni. Ha, bu onasimi? yo'q, men Kiyoda onasi. Kiyodimi? Keling siz kirasiz-da. Nima ketib qolgandan keyin kiribdi va suyundim dedim. Kelinim ham kattakon bo'lib qoladi ishlab. Ha, ana. Kursan universitetda oldi uyimiz. Madaxshonalarda oldi. O'qishi yaqin, o'qiradi suyundik. O'qisa yaxshi. Oldin endi anaqa bolalar yosh uchun qiynalmasmikin deb o'qitim o'dik. O'g'lim işte Rossiyaga ishlagan ketuvdi. 3-siga og'ir oyog'ida. Ashetda turay aya nima havasi yoqyapti, xo'jayinim ham yo'q dedi, bo'pti dedim. Deb turib ular 6-7da o'g'lim keldi. Kelgandan keyin o'qishga kirib olibdi. O'qishim bitirib keyin yarashaman dedi. Nima dedi? O'qishni bitirib olib, keyin yarashaman degan nimalar qildi. Kelinmi? Ha, qildi. Ya, unaqa qilmaydi. Mashinalarga uchradik, mana mahallakatlar metlatlar. O'qishdan beri harakat qildi, keyin yo'q, o'qirsin dedik, mayli dedik, o'qish yaqin. Endi kichkina bola ajiji. Kiyo bola qayerda kiyo bola? Kiyo bola shu yerda. Qani? Yo'q, shunda. Tashqarida bo'ylab turibdimi u? Ha? O'zi bir dona keladi. Yashayman deyapti. 4 ta qizim bor, hammasini chiqarganman. Bu bular, ey quda, ey. Bu meni qizim, bilasizmi? Ha? Qo'ldan ushlang. O'ping peshonasidan. Ey, o'p, qaynang, o'p. O'p peshonasidan. Ha. Baxtli bo'lsin. Olmaganda yaxshi nima bo'lyapti-da. Men yo'lim tushganda boraman, uyingizga kiraman, bo'ptimi? Qizimdan xabar olaman, bo'ptimi? Baxtli bo'lsin. Davay, kim yana keyingisi? Qani? Baxtli bo'linglar. Tamam, o'pishdingmi, quchoqlashdingmi? Tamam, ajrashmaysan. Qani keyingisi kelsin chiqani? Meni qizimni haydaganlardan qaysinisi bor? Assalomu alaykum. Salom. Shodbek Xushrovchi. Hozir shu yerda aytilgan hamma gaplarni eshitib, Oltinko'ldagi bizni oilamiz shu yerda o'zida yarashni niyat qildi. Qani kelsin. Keling. Kiyo bolam bu? Qaynonamiz keling. Qani. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Isming nima? Men Soliyev Rustonbek, Oltinko'l tumanida tug'ilganman. 80. Rustonbek, kayfiyatim yaxshi bo'lib turibdi-da, ukajon, bitta narsa. Mana shu meni qizim. Gapir, nima deysan? Shu 2017-yil o'zini aybi bilan ketib o'rgan. Ha. 3-4 marta borganman uyiga qaytganda. Yarashgan bo'lsalaring u yog'ini qo'y endi. Ya tarixni qo'y deyapman hozir. Nima deysan deyapman bu yog'ini gapir.